Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Endi trapetsiya darsimizni davom ettiramiz. Trapetsiya ingliz tilida trapezoid deb ataladi. Trapezoid bu trapetsiya. Demak, hozirgi darsimizda sizlar bilan trapetsiyaga oid masala ishlaymiz. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Demak, the bases of isosceles trapezoid are 16 cm and 10 cm respectively. Demak, the basis of isosceles trapezoid. Basis degani bu asos. Demak, asoslari demoqchi. Of isosceles trapezoid. Isosceles degani teng yonli degani. Teng yonli. The basis of isosceles trapezoid. Teng yonli trapetsiyaning asoslari deyapti 16 cm va 10 cm mos ravishda, ya'ni katta asosi 16 cm, kichkina asosi 10 cm ga teng. Endi the height of trapezoid divided two segments the greater base. The height bu balandlik o'quvchilar, balandlik. Hop, the height of trapezoid divides degani bo'ladi degani, bo'lmoq fe'li, bo'lmoq. Two segment, ikki qismga, segments demak qism, tushunarlimi? Ikki qismga the greater base, katta tomonini, tushunarlimi? Greater degani bu katta degani. Demak, birga tarjima qilamiz. The height of trapezoid divides two segments the greater base. The height of trapezoid, ya'ni trapetsiyaning balandligi bo'ladi ikki qismga, katta asosini deyapti. Tushunarlimi? Demak, trapetsiyaning balandligi katta asosini ikki qismga bo'lar ekan. Find out the smallest piece of such segment. Small piece degani kichik piece bo'lak. Demak, nima deyapti? Find out the small piece of such segment. Demak, topishimiz kerak. O'sha ikki qismga bo'lganidagi qismlaridan kichkinasini topishimiz kerak o'quvchilar. Tushunarlimi? Demak, yana bir marta tarjima qilamiz. The bases of isosceles trapezoid are 16 cm and 10 cm respectively. The height of trapezoid divides two segments the greater base. Find out the smallest piece of such segment. Demak, teng yonli trapetsiyaning asoslari 16 cm va 10 cm ga teng. Demak, 10 cm kichkina asosi, 16 cm katta asosi va trapetsiyaning balandligi uning katta asosini ikki qismga bo'ladi deyapti. Va o'quvchilar, biz topishimiz kerak o'sha ikki qismdan kichkina qismini. Tushunarlimi? Demak, ishimizni trapetsiyani chizishdan boshlaymiz. Bizga teng yonli trapetsiya kerak bo'ladi. Mana o'quvchilar, teng yonli trapetsiya chizib oldik. Teng yonli trapetsiyamiz A, B, C, D. Demak, ABCD trapezoid. AB equal CD. Demak, AB tomon CD tomonga teng. Chunki isosceles trapezoid, teng yonli trapetsiya deyapti. Demak, bizning asoslarimiz BC and AD bases. Tushunarlimi? BC va AD bu asoslar deyiladi. Va bizda BC 10 cm edi, 10 cm va bizdagi katta asosimiz 16 cm edi. Tushunarlimi? Endi biz o'tmas burchak uchidan katta asosga balandlik tushirishimiz kerak. Mana bu yerdan balandlik tushiramiz mana. Demak, bu bo'ladi BH balandlik va o'sha BH balandligimiz demak BH balandligimiz demak heightimiz balandligimiz AD tomoni ikki qismga bo'lyapti. AH va HD. Biz shundan kichkina qismini topishimiz kerak. Qanday topamiz o'quvchilar? Demak, bizda mana bu teorema bor edi. Agar teng yonli trapetsiyaning o'tmas burchagidan katta asosga balandlik tushirsak, bu balandlik katta asosni B minus A taqsim 2 va B plus A taqsim 2 ga teng kesmalarga ajratadi. Tushunarlimi? Demak, bizda kichkina kesmamiz B minus A taqsim 2 va katta kesmamiz B plus A taqsim 2 ga teng bo'lar edi. Demak, biz yoza olamiz.
AH teng. Demak, mana bu tomonni agar A bu tomonni B deydigan bo'lsam, AH teng B minus A taqsim 2 va bizda HD teng bo'ladi B plus A taqsim 2 ga. Tushunarlimi? Demak, menga kichkina tomonni, kichkina segment kerak. Find out the small piece. Kichkina bo'lagini topishim kerak. Demak, AH ni topaman. Yozaman. AH teng B minus A taqsim 2. Ya'ni katta asosdan kichkina asosni ayirib, 16 dan 10 ni ayirib, nima qilishim kerak? 2 ga bo'lishim kerak. 16 dan 10 ni ayiradigan bo'lsam, menda hosil bo'ladi 6 va 6 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsam 3. 3 cm. 3 cm. Ko'rib turganingizdek, demak AH 3. Demak AH 3 bo'ladigan bo'lsa, HB ni shunday og'zaki aytib qo'ysak bo'ladi, 13 ga teng. Tushunarlimi? Demak, bizda teng yonli trapetsiyamizning asoslari berilgan edi 10 va 16 cm va bizga aytayapti, teng yonli trapetsiyaning o'tmas burchagidan balandlik tushirilgan va u balandlik katta asosni ikkita qismga ajratadi. Biz topishimiz kerak edi kichkina qismini. Kichkina qismini topishimiz uchun B minus A taqsim 2 formulaga qo'ydik. Ya'ni katta asosdan kichkina asosni ayirib 2 ga bo'lganimizga teng. Nima qildik? 16 dan 10 ni ayirdik, 6. Keyin 6 ni 2 ga bo'lganimizda necha hosil bo'ldi bizda? 3 hosil bo'ldi. Demak, javobimiz 3 cm. Tushunarlimi o'quvchilar? Demak, biz hozirgi darsimiz davomida teng yonli trapetsiyaga oid masala ishladik va masala ishlash jarayonimizda ushbu teoremadan foydalandik. O'quvchilar, masalamiz tushunarli bo'ldimi? Agar masala tushunarli bo'lgan bo'lsa, siz yana uyga vazifani ishlash jarayonida ham bilimlaringizni yanada mustahkamlab qolishingiz mumkin. Shu bilan ingliz tiliga atalgan darsimizning qismi o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.